SPF olmoqchimisiz? Bu videoni oxirigacha ko'rmasdan olishga shoshilmang. Quyosh nurlari odatda ikkita diapazonga bo'linadi: UVB nurlar va UVA nurlar. UVB nurlar bu terini kuydiruvchi, qizartiruvchi nurlar hisoblanadi. UVA nurlari esa terini kuydirmaydi, lekin ajinlar tushishi va dog'larning ko'payishiga sabab bo'ladigan nurlar hisoblanadi. SPF olayotganingizda har doim e'tibor berishingiz kerak, UVB nurlar bilan birga UVA nurlarni ham himoya qiladigan SPF olishingiz shart. UVB nurlarning himoyasi SPFda yozib qo'yilgan sifralar. 30, 50, 100 deb yozib qo'yilgan sifralar. Bu nima degani? 30 degani SPF 30 degani quyosh nuridan kelayotgan 30 ta UVB nuridan 29 tasini himoya qiladi, bittasini o'tkazib yuboradi. Bu degani siz 29 30 ga bo'lsangiz, uni himoya foizi chiqadi, deydi 97%. UVB himoyani bilib oldingiz. Endi UVA himoyani qanaqa ajratib olasiz? Qaraysiz, agar koreyskiy yoki Yaponiyani SPFlari bo'ladigan bo'lsa, u yerda PA harfi va undan keyin plyusda turadi. 4 ta plyus bo'lsa, bu UVA nuridan maksimal himoya degani. Qancha plyusi kam bo'lsa, UVA nuridan shuncha himoya darajasi pastligini ko'rsatib o'tadi. Qolgan SPFlarda, Yevropa SPFlarida maxsus o'zini belgisi bo'ladi. Mana shu bo'lishi kerak. Yoki boshqa SPFlarda yozuv bo'ladi, broad spectrum degan. Ya'ni UVA, UVB nurlarni hammasidan himoya qiladi degan yozuv bo'lishi kerak. Shu joyga обязательно e'tibor berishingiz shart. SPF ishlatish tartibi qanaqa bo'ladi? Albatta ko'chaga chiqishingizdan 15-20 minut oldin SPF surasiz va ko'chada yurgan paytingiz 3 soat, 4 soatdan o'tsa, yana siz quyoshga ayniqsa chiqadigan bo'lsangiz, yengilib olishingiz kerak. SPF bu teringizni nafaqat quyosh nurini kuyishidan, balki yuzingizni ajinlar va dog'lardan saqlovchi vosita hisoblanadi. Shuncha ma'lumot berib o'tdim. Foydalimi? Albatta like bosing va obuna bo'lishni esdan chiqmang.